Siz kichik chaqingizda balkim eng avval ota-onangizga murojaat qilgansiz. Biroq endi ular meni tushunmaydi deb o'ylashingiz mumkin. Ko'nglingizda ular bilan paranglashishni xohlaydigansiz, lekin hatto tirishsangizmi, ular meni ting'ishimaydi deydigansiz. Balkim ota-onangizga vaqirab so'zlamoqchi bo'lsiz. Ammo bu ularni quloq soladigan odam qilmaydi va shundaqla qo'polligingizni ko'rsatasiz. Agar gap qilmay o'ltasangiz deylik. Shu chaqda muqaddas kitobdagi pand nasihatlar 15-22 ga binoan bu vaziyatni keskinlashtirdi. Og'ziga qum quyib o'tirib olish qiyinchilikni hal qilmaydi. Gap qilishga qulaylik vaqtni bo'lish yaxshi bo'ladi. Yoki bo'lmasa, his tuyg'ularingizni hurmat bilan xatga ochiq yozsangiz bo'ldi. Agar vaziyat o'zgarsa-chi, shundaqmi bo'lishi mumkin. Ota-onangiz siz bilan paranglashishga keldi, ammo siz xohlamaysiz. Masalan, o'qishda kuningiz nachar o'tdi. Asli so'zlashishni xohlamagan chaqda paranglashsa, suhbat majburiy turda bo'ldigandi. Bu chaqda odam o'zini erkin his qilmaydi va suhbat ijobiy bo'lmaydi. Lekin paranglashishni rad qilsangiz, tushkunlikka texim berilishingiz mumkin. Ham ota-onangiz qiyinchiliklaringiz bek cho'ng bo'lg'ashqa, siz ulardan bir narsani yoshiryapsiz deb o'ylashi mumkin. Uning o'rniga siz ular bilan tushkunlikka berilmaydigan yoki sizni xushal qiladigan narsalar to'g'risida paranglashsangiz bo'ladi. Bu keskin vaziyatni yumshatadi yoki uningdan neri bo'lishga yordam beradi. Demak, ota-onangiz sizga yordam berishni xohlaydi. Sizmi ularning yordamiga muhtoj. Shuning uchun so'zlarni tanlashda diqqatli bo'ling. Hurmat ko'rsating. Ham ota-onangizni dushman deb emas, do'st deb hisoblang. Qiyinchiliklarga duch kelganda, uni hal qilish uchun do'stlarga muhtoj ekanligingizni qabul qiling.